Assalamu alaykum. Qanday olanlar yaxshi va salomat qolsin inshaalloh. Men bugun doğudaymiz, xotin tarafda doğudaymiz degandek qadini muzda qildigan doğab qilmoqchi. Öyle ilgirimi paylaşgan ama yangi abone bo'lganlar yoki izlab qilish uchun bo'lmay qoldi. Ham yoz kelyapti. Shuning uchun öyle belki qilib qilishinglar mumkin. Onu ortaklaşqım keldi. Birinciden bu nemene menden bekçek adam so'rab ketdi. WhatsApp'ta bekçek sordum bu. İdiş maşinamni, mening Brown markası. Bunu ben 550 liraga algan. Başka nimelerim var. Çalgıç yoki blender hamması var. Aldı bilen ben bu qaçamga yana birga buni 10 yildan beri ishlatib atganlarım var razı. Men 3 yil bo'ldi ishlatib atdim. Men haqiqatan razı buzib baxmadi. Göçlerimi qiyma qilma muzlarni degandek. Bunu men öyle muzutib aldım köydanlar. Bu muzumni salime. Qaçam bu töküp elip turup anandan keyin bunu almay. Çay bunu. Bu qaçam bu töküp aldım. Bunu hem şunda qaçam bu töküp elip turup salay. Bularni ben bir izip çıkarım aldı bilen. Çay basılı bitey. Modelap ketdi qo'limga. Bunun sesini yaxshi ko'rmasliklar mumkin. Mushunda izimam. Mana ko'rdinglar qadi gibi bo'ldi. Yani azroq muzuri bor. Buni yoqtirsanlar, shupet qilsanlar bo'ldi yoki azroq izib etsanlar bo'ladi. Azroq izib etsin. Mana mush holatda men buni oldi bilan bir qachamga to'kib olaman. Mana bir qachamga bir to'kib olay. Mana ko'rdinglar, yaqindan ko'rsatib qo'yay. Mana qadalatda ezildi, hech qanday bir nima yo'q. Hamda bununla istediğiniz kadar şeker salsanlar bo'ladi. Men bir qo'shiq atrofida saldim, hatta bir yarim qo'shiqday saldim. Andan keyin men shokning qaymoqlik qetqini ishlataman. Bunundan bu ko'ringlar. O'zingizlarning ehtiyojiga asosan men shunchalik sizlar yetadi. Andan keyin qaymoq tamli qilish uchun buni solaman. Agar sizlar xohlasangiz samsanlar bo'ldi, qaymoq tamni yaxshi ko'rmasangiz. Men labni peynir ishlataman bundan bir qo'shiq solaman. Agar xohlasangiz keyin yana ozroq silib etsangiz bo'ladi. Ojiqlik qilib tamamen o'zingizlarning yoqtirishiga bog'liq. Mana bu holatda bo'ldi. Mana Pinar'ninki labni peynir beyaz. O'zingizlarning ehtiyojiga asosan qaysini ishlatsangiz bo'laveradi. Labni ishlatsangiz bo'ladi. Bunu bir aralashtiray. Bununla sizlar su qo'ymanglar. Su qo'ymay qatiqning suyini qo'ysanlar bo'ldi. Men qatiqning suyini qo'yaman. Azroqlam. Bunu biraz sonra aralashtirib olaman. Bu holatda sizlar biraz aralashtiringlar qatiq bilan labnini. Mana bu holatda bo'ldi. Sizlar buni ishlatmay, labni deb yozilganini ishlatinglar. Chunki mabak mayliq. Buni men yaxshi ko'raman. Yana birisi bekroq yeyishlik bo'ladi. Bu yaxshi. Lekin yana bir labni degani bekroq yeyishlik chiqadi. Shuni ishlatsanlar bo'ladi. Andan keyin men bu qachilarimga tanishib elib olay.
Gördüңler. Doğrana el olay. İkisi tanış edeyim. Endi bunun üstüge mana kögünüladek pekmezi, üzüm pekmezisten az miktarda tökümüz. Onların ihtiyacı asasen töksanlar boludu. Yaxşı köygənlər boldu, yaxşı köymegənlər boldu. Mən sadəcə qıraq qoyum. Mana tayyor bo'ldi. Masalan, buni aralashtirib ko'rsatib qo'yaman sizlarga rangini. Ko'rdinglarmi? Ayonlarda yaskab qoldi. Baldaronlar qilib bersanglarmi degandek. Mana yaqinroq ko'rsatgim keldi. Mana bu holatda men aralashtirmoqnim. Shunday qilsanglar bo'ldi.